Assalomu alaykum. Gruppamiz a'zolari, mana sizlar bilan ana qisqa tanaffusdan keyin ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzuyimiz asalarilarning qon aylanish sistemasi va nafas olish organlari va gazlar almashinuvi to'g'risida suhbatlashamiz. Bu narsalarni mana sizlarga shuncha paytdan beri gapirib shunaqangi bir temalarda suhbat o'tkazishimdan maqsadim bu mana shu O'zbekiston Respublikasida asalarichilik nihoyatda oqsoq orqada qolib ketgan, juda ko'p bolalar, yaxshi yangi kirib kelgan yoshlar bu asalarichilik sohasini to'liq tushunib yetmaydi, ko'p narsalarga e'tibor qaratmaydi. Mana shuning uchun mana shu tema holatida, leksiya holatida dars o'tishga qaror qilganman. Yana ko'pchilik har xil fikrga bormasin. Tashqarida misol tabiatda o'sha nimasida narsalarni ko'rsatib, maqtanib boshqa o'g'il qilib, shunaqangi ko'rsatuvlar ham qilib berishi mumkin. Lekin mana bu oldin tematический mana asalarilarni biologiyasini to'liq tushunib olganimizdan keyin mana keyingi etaplarda mana shu temalarni tugatib bo'lsak, asalarilar mavzusini mana shunda keyin bir boshdan ana shu tema bo'yicha hammasini o'sha professional tarzda o'sha tashqarida asalarilarni yashigida o'z navbatida tushuntirib beraman. Lekin hozir mana shunga sabr qilasizlar. Bu leksiya tarzida mana shunday suhbatlarni olib boryapmiz. Sababi oldindan mana shu asalarilarni biologiyasini to'liq tushunib yetmaganimizgacha oldiga siljish bo'lmaydi. Shuning uchun shunga e'tibor qaratamiz. Mana shu gruppaga bizning kanalimizga a'zo bo'lmagan insonlar iltimos endi a'zo bo'lib qo'yasizlar. Mana podpiska qilib, like bosib, kanalimizni rivojlanish uchun o'z hissalaringni qo'shishlaringni so'rab qolaman. Asalarilarda mana bugungi temamiz bo'yicha tanasida qonning faqat bir qismi tomirlarda oqib, keyin erkin holatda tana bo'shlig'iga quyiladi. Bu ichki organlariga hamda to'qimalariga, ichak va nerv sistemalariga, nafas olish va hokazolarni bevosita o'sha qon aylanish sistemasi ochiq yopiq holatda yuvib o'tadi. Mana shuning uchun bu bevosita asalarilarni mana shu qon aylanish sistemasi ochiq sistema deyiladi. U mana boshqa hasharotlarda ham, ya'ni o'rgamchaksimollar, qisqichbaqasimonlarda ham xuddi mana shunaqangi o'ziga xos ochiq qon aylanish sistemasi mavjud. Endi mana sut emizuvchilar, ya'ni siz, biz insonlar, boshqa mana hayvonlar, sigir, mana mol, qo'y, shunga o'xshagan mana sut emizuvchilarga turkumga kiradiganlarda esa qon aylanish sistemasi bu tomir ichida, ya'ni tomir ichida oqadi qon. Bu yopiq sistema hisoblanadi. Endi asalarilarda demak bu tanasida o'sha qonni bevosita oqishi pulsatsiya hisobida, ya'ni qon bevosita haydab turiladigan asosiy organ bu yurak yoki yana ikkinchi nomi orqa tomir deyiladi. Yurak va yoki orqa tomir deyiladi. Sababi bu o'sha orqa qorindagi diafragmalarning o'sha orqa plastinkalarni ostida joylashganligi uchun o'sha orqa yurak, ya'ni orqa tomir deb ham ataladi. Mana shu yuragi demak orqa plastinkada joylashgan ekan. Mana sizlarga bugun mana shu kompyuterimizdan mana hozir o'sha narsani tushuntirib o'taman. Mana bevosita mana shunda mana ko'rishlaring mumkin. Mana yaxshi ko'rinyaptimi? Mana shu asalarilar bevosita qon aylanish sistemasi mana sal kattalashtirib ko'rsatamiz. Mana shu joyda mana asalarilarda 5 kameradan
tashkil topgan yurak joylashgan. Mana shu mana orqa mana bu plastikani ostida mana 1dan 5gacha bo'lgan mana shu 5ta kamera bevosita yurak asalarining o'sha yuragini tashkil qiladi. Mana shu joydan bevosita qon aylanish sistemasi boshlanadi. Qon aylanish sistemasi o'z navbatida qon o'sha pulsatsiya bevosita haydab turadi. Yurak harakat, ya'ni diafragmalarning harakati ta'siri ostida, mana bu diafragmalar ta'siri ostida mana shu qon aylanish bevosita qisqilib, kengayib, torayib, mana shunday holatda bevosita o'z navbatida aorta qon tomiriga beradi. Endi bu yerda mana asalarilarda qonini bevosita nima tashkil qiladi degan so'z o'tadi. Asalarilarda qonini asosiy tashkil qiladigan narsa bu yerda plazma, ya'ni plazma ko'rinishidagi gemolimfa tashkil qiladi. Bu o'sha qonga o'xshagan qip-qizil bo'lmaydi. Siz bilan bizning qonimizga o'xshagan bu asalarilarda qoni bevosita gemolimfa ko'rinishida bo'ladi. Mana shu gemolimfa deb ataladigan o'sha asalarilarda qoni, ya'ni bir suyuqlik, mana shu unda bevosita gematsit deb nomlanadigan o'sha hujayralarga zarur bo'lgan elementlar bo'ladi. Shu suyuqlikning tarkibida gematsit, mana shu gematsitda elementlar bo'ladi. Bu gemolimfada ko'proq oqsil moddalar, aminokislotalar, yog'lar, shakar, karbonat, angidrid, kislorod, fosfor, kalsiy, magniy, natriy tuzlari va boshqa elementlar bo'ladi. Gematsitlar bo'linish xususiyatiga ega va o'zini himoya qilish funksiyasini bajaradi. Ya'ni o'sha qonni tarkibidagi bakteriyalarni tutib qolib, ularni nobud qiladigan xususiyatga ega gematsitlar. Mana shu asalarilarda tanasida qon quyidagicha harakatlanadi. Ya'ni mana shu yurakda 5ta kamerasi qisqarib torayganda shu qonni haydaydi aortaga haydab, aortadan bosh miyaga keladi. Bosh miyadan qonni yuvib, boshqatdan yangilab ta'minlab ko'krak qismiga o'tadi. Ko'krak qismidan bevosita mana shu mana diafragmalarda qisqarib torayishi oqibatida mana bu ko'krak qismidagi o'sha kameralar qisqarishi natijasida bo'shliqqa quyiladi. Mana oradagi bo'shliqqa quyiladi. Bo'shliqdan keyin ko'krak nerv zanjiri orqali, mana shu nerv zanjiri orqali, mana ko'krak nerv zanjiri orqali bevosita o'sha qorin bo'shlig'iga, diafragmaga o'tadi. Mana bu qorin bo'shlig'iga o'tadi. Qorin bo'shlig'idan mana birinchi oyoq, ikkinchi oyoq, uchinchi oyoqlarda aylanib bo'lgandan keyin qon sistemasi qorin bo'shlig'iga o'tib turib, qorin bo'shlig'idan bevosita keyin orqa o'sha yon tomonlariga harakatlanadi. Mana bu yon tomonlari, butun yon tomonlariga harakatlanadi. Mana shundan keyin o'sha qon qaytib mana hazm qilish sistemasidagi ichaklarga boradi. Ichaklardan o'sha yangi hazm bo'lgan oziq-ovqat tarkibidagi oziq moddalar bilan bevosita to'yinadi qon. To'yingandan keyin, qonga o'tgandan keyin bevosita yana o'sha diafragma qisqarib toraygan paytda bevosita mana bu yurakda kameralarga haydatiladi qon. Yurak kameralariga haydagandan keyin yurak kameralari yana bevosita qonni qaytarib mana shu nimaga, aorta qon tomiriga haydatiladi. Mana shu tartibda qon aylanish sistemasi harakatlanadi. Endi bu yerda shu qon aylanish sistemasida nihoyatda bir o'ziga xos bir shunaqangi
proses mavjudki, bu proses bevosita shu qon aylanish sistemasi davrida ichaklardagi mana bu toksinlarni va mana bu qonni tarkibidagi mana qon borib kislorodni hujayralarga tarqatib, vitaminlar bilan to'yintirib qaytib kelgan paytida, bevosita qaytib keladigan paytda mana bu joyda malpik orqali o'tadi. Bu malpik bilan bizning oldingi darslarda tushuntirib o'tib ketgandim. Malpikdan keyin mana bu orqa yo'g'on ichak va yo'g'on ichak orqali mana bu anal teshigiga najosatni chiqarib yuboradi. Bu o'sha bevosita asalarilarda mana shu qon aylanish sistemasida o'sha qonni davleniyasi ostida bajaradigan vazifasi mana shu qonni tarkibidagi siydik kislotasi va uning tarkibidagi amonyak, mochonina, mana shunga o'xshagan zararli moddalarni tashqariga bevosita chiqarib yuborish uchun shu qonni davleniyasi katta rol o'ynab beradi. Mana shu bu yerda asosiy asalarilarda mana shu diafragmasini qisqarib kengayishi nihoyatda katta rol o'ynaydi. Ya'ni bu o'sha asalarilarda mana hazmdan keyingi bo'ladigan jarayonda oziq moddalarda qonga so'rilib o'tishi va qondagi o'sha mana bu tanaga, hujayralarga yetib borgan paytda o'sha bevosita kislorod bilan to'yintirib qaytayotgan paytda mana shu karbonat angidridni olib qaytadi. Endi bu asalarilar qonda ko'proq karbonat angidrid bilan kislorod borligi aniqlangan. Demak, bu bilan qonda qisman nafas olish funksiyasini ham bajarishi, ya'ni to'qimalarga kislorod olib keldi deylik. Ana bu yerdan endi karbonat angidridni olib ketayotgan paytda oksidlanish prosesi yuz beradi. Oksidlanish prosesi yuz beradi. Ya'ni oksidlangan o'sha paytida mana shu karbonat angidrid va boshqa kislorod bilan o'rtada bevosita o'sha parchalanish hodisasi yuz beradi. Mana o'sha parchalanish hodisasi yuz bergan paytda zararlarda bevosita SO2, ya'ni karbonat angidrid ajrab chiqadi va o'sha issiqlik bir miqdorda ajrab chiqadi. Mana shu issiqlik ajrab chiqqani hisobiga mana bu bevosita gazlar almashinuvi shu nafas olish sistemasi orqali amalga oshiriladi. Chunki o'sha haligi mana o'sha kislorod bilan mana bu karbonat angidridni chalasini o'rtasida issiqlik ajrab chiqqandan keyin gazlar almashinuvi yuzaga kelishi kerak bo'ladi. Gazlar almashinuvi bu o'sha nafas olish sistemasi orqali bajariladi. Bevosita demak bu funksiyada qon aylanish sistemasi ham o'z navbatida o'sha nafas olish sistemasi bilan bevosita birikib ketgan holat yuz beradi. Mana shu yuqoridagilardan tashqari bu qon aylanish sistemasi mana bu mexanik funksiyasini ham bajarib o'tadi. Ya'ni lichinkalar o'sha lichinkalik paytida bevosita o'zini bir qator tonini yechib, u yerda lichinka bo'lib g'umbay holatiga o'tayotgan paytda mana shu tullagan bo'ladi. Ular lichinkalar bevosita tullagan paytida eski terisini tashlash oqibatida mana shu lichinkalarda shunaqangi qon mexanik sistema shu jarayonni amalga oshirib beradi. Sababi o'sha gemolimfa orqali borib lichinkani o'sha ta'minlab rivojlantirish oqibatida qon o'z navbatida davleniya bilan tanaga urilgan paytda mana bu bevosita bir qator o'sha postini yechishga harakat qiladi o'sha lichinka. Ana endi o'sha g'umbaydagi chiqqan arini, qanotlarini yoyilishi, qanot yuzaga kelishi, bu qanotlarga o'sha gemolimfa tugullaridagi gemolimfa o'sha qonni o'sha yerga bevosita qanotlarga tarqashi, mana shu jarayonlar hammasi o'sha qon
qonni bosimi ostidagi bajariladigan ishlar hisoblanadi. Mana shu qon aylanish sistemasi nihoyatda katta rol o'ynaydi. Mana ikkinchi rasmimizda mana kengaytirib ko'rsatib qo'ygan mana kameralar, mana 4 ta 5 ta kameradan iborat. Mana shu kamera beshalasi bir bo'lib, mana shu yurak, mana bu tepadagi mana plastinkani ostidagi mana bu 5 ta mana shu joyda joylashgan. Tepada pastki tepadan ko'rinishi. Mana shu pastdagi rasmda mana shu beshalada bevosita torayib kengaygan paytda klapanlar bevosita aortaga berib qonni haydaveradi. Mana bu tepadan ko'rinish holati mana. Endi bu o'sha mana aytib o'tdik, qanotlarni yoyilishda qon bosimi o'zining ta'sirini nihoyatda katta rol o'ynab berar ekan. O'sha qon aylanish sistemasi asalarilarda nihoyatda katta rol o'ynab berar ekan. Endi bu qon aylanish sistemasida mana o'tgangi o'sha darslarimizdan aytib o'tdik, nihoyatda katta rol o'ynaydi. Ishchi arilarda mana tinch holatda turgan paytda ishchi arilarimizda tinch holatda yurak urishi 60-70 marta minutiga bo'lsa, minutiga 60-70 marta torayib kengaysa, endi o'sha ishchi arini uchish vaqtida, uchish bevosita xalos to'xtatda, masalan, oziqaga ketayotgan paytda uchish davrida 100 martagacha minutiga urishi isbotlangan. Endi oziq bilan qaytib kelish uyaga, misol nektar yoki gulchang, shunga o'xshash narsa olib qaytdi uyaga. Qaytib kelib, uyani o'sha litoga qo'ygan paytdagi yurak urishi o'lchab ko'rilganda 140 dan 150 martagacha minutiga qisqarib torayishi aniqlangan. Bu bilan mana siz bilan biz shuni asosan bilishimiz kerakki, demak, qon aylanish sistemasida bevosita qanotlarga, butun organizmga mana shu qonni haydab berib turadigan mana shu diafragma va mana bu kameralar nihoyatda uchish paytida va uyaga oziq olib kelish paytida nihoyatda katta rol o'ynab berar ekan, nihoyatda katta vazifani bajarib berar ekan. Biz mana shu narsalarni agar bilmaydigan bo'lsak, mana masalan mana shu oddiygina bitta shu narsalarni bilmaydigan bo'lsak, biologiyasini, asalarilarni siz bilan bizga qanday holatda ishlab berishini, qanday holatda kun kechirishini, qanday holatda shu asalarilarni ichki organizmida biologik jarayonlar ketishini bilmaydigan bo'lsak, bevosita u asalariga qanday biz siz bilan xizmat ko'rsatish, kasalligi nima bo'lganligi va boshqa holatlardagi jarayonlarni bilmay qolamiz. Mana shuning uchun sizlarga mana shu jarayonlarni bevosita yaxshilab tushuntirib berishga harakat qilyapman. Endi bu yerda mana o'sha qonni mana u hujayralarga yetib borishida bevosita asalarilarda mana dan chiqayotgan o'sha karbonat, angidrid va parchalanmagan shu nihoyatda qattiq metalli jism nimalar bor, elementlar bor. Mana shu elementlarda u o'sha parchalanish qiyin bo'lgan elasitlar deydi buni, qattiq donachalar bo'ladi. Donachalar ko'rinishidagi narsa bo'ladi. U o'sha asalarilarda umri mobaynida tanasida yig'ilib qoladi. Mana shu yig'ilib qolganligi oqibatida asalarilarda nihoyatda qarish tezlashib boradi. Qancha shu ko'p o'sha donachalar paydo bo'lsa asalarilar tanasida, u o'sha jigarrang tusda bo'ladi. Jigarrang tusda shu asalarilar tanasida umri mobaynida saqlanib turadi, yo'qolib ketmaydi. Mana shuni asosan ishchi arida va ona asalarida kuzatishimiz mumkin. Mana shu o'sha qonni tarkibidagi narsalarni, qattiq donachalarni parchalanmaganligini bilishlik uchun, ona arini yoshini aniqlashligimiz uchun mana shu narsa siz bilan bizga yaqindan yordam beradi. Ya'ni o'sha ona arini qorin qismida nihoyatda qorayish va kalla qismida nihoyatda qorayish yuzaga keladi. Yalliqlangan qorayish yuzaga keladi. Qorampir shunaqangi rangda bo'ladi va qorin qismida bo'ladi.
Ana shu ikkala joyini ko'radigan bo'lsak, onarini demak qorayish, yallig'lanish ko'paygan bo'lsa, demak bu onarini yoshi katta hisoblanadi. Ana shundan onarini yoshini aniqlab olsak bo'ladi. Ishcharida ham xuddi shunaqangi. Yangi tug'ilgan ishcharida bosh qismlarida tuklar yaxshi rivojlangan, tuklari tikka, tana a'zolari yaltirab turgan holatda bo'ladi. Rangi ham qoramtir, o'sha o'zini tipiga, o'zini o'sha zotiga mansub rangda bo'ladi. Lekin ishchi ari mana qishlab chiqqan 5 oy, 6 oy yashagan arida tanasida yemirilish, o'sha bevosita ko'p tana a'zosini yemirilishi, o'sha ishlab qayta ishlash oqibatida, ikkinchilarni boqib qayta ishlash oqibatida bahorga chiqib ishlagan arilarni ko'radigan bo'lsak, tanalari qorayib, shu taglari, kalla qismlari nihoyatda qorayib ketadi. Mana shundan bilsak bo'ladiki, demak bu ishchi arilar qarish holatiga kelgan, yemirilish holatiga kelgan va qaridi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mana shundan o'sha ishchi arini, ona arilarda qariganligini mana shu xususiyatdan aniqlab olsak bo'ladi. Endi mana ikkinchi shu mana ikkinchi rasmda mana bu asarlar bevosita nafas olish sistemasi, bu yerda nafas olish sistemasi ko'rsatib o'tilgan. Bu nafas olish sistemasida bevosita bir necha o'sha asarlarni naychalardan yoki mana shu ichki ko'rinishdagi mana shu havo xaltachalaridan iborat bo'ladi. Bu o'sha nafas olish sistemasi asarlarida ko'p tarmoqli, nihoyatda orqa, yarim va o'rta shunaqangi qorinchalarga bevosita bog'langan bo'ladi. Mana bu yerda mana bu joyda mana bevosita o'sha asarlarida mana nafas olish sistemasidagi asosiy rol o'ynaydigan naycha, ya'ni o'sha nafas olish va gaz almashinuvi bevosita joylashadigan stigmalar tashkil topgan. Bu yerda endi asosan asarlarni nafas olish sistemasida rol o'ynaydigan narsa bu o'sha traxeya naychalari hisoblanadi. Traxeya naychalari mana bu oldingi mana nimamizda ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Mana bu rasmda sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu yerda mana birinchi mana shu joyda traxeya joylashgan. Naycha traxeya mana shu joydan nafas olish organi boshlanadi va bu bevosita boshdagi qopchalar va o'rta ko'krakdagi qopchalar va qorincha qopchalari bilan mana birlashgan bo'ladi bevosita. Mana ikkinchi mana boshdagi qopcha, havo qopchasi, mana bu 3 mana 3ta ko'rsatib o'tyapti. Bevosita ko'krak havo qopchasi, mana bu 4da qorin havo qopchasi. Mana shular bilan bevosita birikkan bo'ladi. Mana shu nafas olish sistemasi mana shu joydan boshlanib ketadi. Endi bu yerda asalarilarda o'sha nafas olish sistemasida o'sha mana havo xaltachalari bilan tutashgan traxeya naychalari bevosita katta rol o'ynaydi. Bular o'sha muskullarni, qorin muskullarini harakati tufayli bevosita o'z-o'zidan nafas oladi, nafas chiqaradi. Mana shu asosan katta rol o'ynaydi. Mana shu proses mana shu bir-biri bilan birikishi oqibatida havoni yetkazib beradi boshga, o'rta ko'krakka va orqa qorin sohasiga. Mana shu to'p sharchalar keyin bevosita uni yana qisqarish, torayish va kengayish o'sha oqibatida bevosita
havoni butun o'sha tana hujayralariga yetkazdirib beradi. Mana shu asalarilarning mana oldingi mana qon aylanish sistemasida birga ishtirok etishining ham tushuntirib o'tib ketdim. Nafas olish sistemasi orasida bir-biriga bog'lanish borligini tushuntirdim. Bunda ya'ni qon aylanish sistemasi qanaqa bo'ladi? Tana bo'ylab oziq moddalarni tarqatib bergan paytda mana parchalanish prosessi oksidlanish ketadi dedik. Shundan hazm bo'lgan qoldiqlardagi siydik kislotasini tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsa, nafas olish organida gazlar almashinuv hujayralariga kislorod yetib borishi natijasida oksidlanish prosesidagi ana bu bo'lib o'tayotgan, ishtirok etayotgan jarayonda karbonat angidridni bevosita tanadan qaytarib olib chiqyapti. Ana shu yerda ko'rib turibsizki, bevosita bu qon aylanish sistemasi bilan o'zaro bir-biriga bog'liqlik yuzaga kelyapti. Endi asalarilarning oilasida kislorodga talab nihoyatda katta bo'ladi. Kislorodga talab o'sha insonni o'zini vazniga nisbatan ishlatgan kislorodiga nisbatan asalarilar o'zini vazniga nisbatan bir necha barobar ko'p, insondan ham nihoyatda ko'p, odamnikidan ham nisbatan ancha ko'p ekanligi aniqlangan. Sababi asalarilar mana lichinka tarbiya qilayotgan paytda rivojlanish bosqichida juda ko'p miqdorda kislorodga talab ortadi. Sababi o'sha mana asosiy asal paytiga doğru aprel, may, iyun oylarida nihoyatda asalarilar oilasida rivojlanish tez ketadi. Ya'ni bunda 40 mingta, 60 mingta, 80 tagacha nasl yetishtirishga to'g'ri keladi. Mana shu bosqichda bevosita uyaga o'sha lichinkalarni boqishga, uni xizmat ko'rsatishda, ana shu ishlarni barchasini bajarishda asalarilarga bevosita o'z navbatida nihoyatda ko'p kislorod kerak bo'ladi. Shundan bilishimiz mumkinki, demak, yoz oylarida havo isib ketgan paytda uya ventilyatsiyalarini, havo almashish, mana shu yashiklarni havo almashish sohalarini kengaytirishimiz kerak. Uyaga ko'proq shamollatib, uyani ko'proq kislorod bilan ta'minlashga harakat qilishimiz kerak. Chunki issiq paytda uyaga havo yetishmasligi oqibatida juda ko'p asalarilar uyani ventilyatsiya, sovutish, uyaga qo'shimcha kislorod bilan ta'minlash uchun qanotlarini pirillatib, yarim ichkari shu sovutish ventilyatsiyasi bilan ovora bo'lib qoladi. Agar o'sha uyani ventilyatsiyasini siz bilan biz yaxshilab sharoitda yaxshi qilib beradigan bo'lsak, asalarilarga bevosita o'sha tuxum qo'yish ham normada bo'ladi onani. Agar uyada karbonat angidrid 5% dan ortib ketadigan bo'lsa, kislorod miqdori 10% dan pastga tushib ketadigan bo'lsa, ona arini tuxum qo'yishi avtomatik kamayib ketadi. Ana shuni hisobga olishimiz kerak. Shuning uchun yoz oylarida ko'proq o'sha mana shu onaga tuxum qo'ydiradigan bo'lsak yoki uyani o'sha ventilyatsiyasini yaxshilab, asal nektar toshiganda o'sha nektarni tarkibidagi suv miqdorini tarlatib chiqarish uchun bevosita uyani shamollatishga to'g'ri keladi. Asalarilar qanoti bilan guvillab, ana shu uyani sovutib, o'sha nektar tarkibidagi suvni parlab chiqarishga harakat qiladi. Ana shu jarayonlarni bevosita bajarishlik uchun uyani ventilyatsiyasini ta'minlab qo'yish kerak va asalarilarni ko'chirgan paytda ham shunga e'tibor berishimiz kerakki, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirgan paytda asalarilarga uya teshiklarini, ventilyatsiyasini normaga keltirib qo'yishimiz kerak. Agar o'sha normada bo'lmaydigan bo'lsa, uyada karbonat angidrid o'sha issiqlik ortib ketishi oqibatida ko'p asalarilar nobud bo'lib, halok bo'lishgacha kelib, to'kilib qolishgacha shunaqangi jarayonlar kuzatilgan. Ana shu narsalardan shularga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu narsalarni nihoyatda yaxshi bilishimiz kerak. Shunda mana asalarichilikda ozmuncha shu tushunchaga ega bo'lib, mana qon aylanish, nafas olish sistemalarini siz bilan gapirib tushuntirib berdim. Shularga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ancha rivojlanish, asalarilarda oldinga siljish va shu oddiygina bitta elementar narsani bilmaydigan bo'lsak ham,
rivojlanish bosqichidan to'xtab turishimiz mumkin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun mana bugungi darsimiz mana shuning uchun mana shu asarlarni rivojlantirish shu bosqichida nihoyatda mana shu narsalarga e'tibor berib borishimiz kerak bo'lar ekan. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Shu kanalimizga a'zo bo'lmagan tinglovchilar, iltimos kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Shu a'zo bo'lib kanalimiz qancha rivojlanib, ko'proq insonlar shu darslarimizdan xabardor bo'lib, ko'proq insonlar tushunchaga ega bo'lib qolsa, respublika miqyosida asalarichilik nihoyatda sal bo'lsa ham tezroq rivojlangan bo'lar edi. Shunga e'tibor berasizlar va like bosib, podpiska bo'lib, a'zo bo'lib, gruppamizga shu rivojlanishni qo'shishlarini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.